Assalomu alaykum, efirda Uzak sabolari. Bugungi dasturimizda birja yangiliklari hamda joriy yilning boshidan beri birjaning polietilen bozorida shakllangan holatlar bilan qisqacha tanishtirib o'tamiz. Dasturimiz avvalida esa an'anaviy tarzda o'tgan haftada birjaning barcha savdo platformalarida bo'lib o'tgan savdo natijalari hamda ayrim tovar pozitsiyalari bo'yicha shakllangan narxlar dinamikalari bilan tanishib olishingiz mumkin. Bu o'tgan haftada birjada shakllangan asosiy ko'rsatkichlar edi. Endi bevosita birja yangiliklariga to'xtalib o'tamiz. Real bozor narxini shakllantirishning zamonaviy mexanizmlarini joriy etish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2025-yil 11-apreldagi 220-sonli qarori qabul qilindi. Mazkur qaror bilan faqat birja orqali sotiladigan mahsulotlarning ro'yxati kengaytirildi. Shuningdek, hujjat bilan O'zbekiston Respublika tovar xomashyo birjasida birja savdolarining ikki tomonlama qarama-qarshi auksion savdolarida ishtirok etish tartibi to'g'risidagi nizom tasdiqlandi. Ta'kidlash lozimki, mazkur auksion turi savdolarning shaffofligini oshirish, raqobatni kuchaytirish hamda mahsulotlarning bozor qiymatini aniqroq aks ettirishga xizmat qiladi. Navbatdagi yangiligimiz elektron davlat xaridlari tizimiga aloqador. Davlat xaridlari ishtirokchilari uchun qo'shimcha qulayliklarni yaratish hamda yangi mijozlarni jalb qilish maqsadida O'zbekiston Respublika tovar xomashyo birjasida yangi xarid elektron davlat xaridlari mobil ilovasi ishga tushirildi. Mazkur ilova orqali savdo ishtirokchilari davlat xaridlari doirasida elektron do'konda hamda boshlang'ich narxni pasaytirish uchun o'tkaziladigan auksionda qatnashish imkoniyatini beradi. Xususan, ilova ishtirokchilarga elektron do'konda narxlar so'roviga taklifni qabul qilish, o'z narx taklifini kiritish, shuningdek tuzilgan shartnomalarni bekor qilish imkonini beradi. Endilikda bevosita birjaning alohida segmentiga to'xtalib o'tamiz, ya'ni joriy yilning birinchi choragida birjaning polietilen bozorida shakllangan holatlar bilan tanishtirib o'tamiz. Ko'rib chiqilayotgan davr davomida O'zbekiston Respublika tovar xomashyo birjasining birja savdolari orqali 37 ming tonna polietilen mahsulotlari sotilgan. Bu o'tgan yilning mos davri bilan solishtirganda 6% ga kam demakdir. O'rtacha oylik sotuv hajmlari 12 ming tonnani tashkil etgan va oyma-oy sotuv hajmlariga e'tibor beradigan bo'lsak, bu yerda katta o'zgarish mavjud emas, bir-biridan farq qilmaydi. Eng yuqori ko'rsatkich yanvar oyiga to'g'ri kelmoqda. Aynan mana shu davrda 12.600 tonna polietilen sotilgan edi. Mart oyida ushbu ko'rsatkich 12.200 tonnani tashkil etmoqda. Polietilen mahsulotlarini sotishda yuqori ko'rsatkichlarga ega bo'lgan guruhlarga to'xtalib o'tamiz. Birinchi navbatda yetakchilik bu yerda albatta plyonka ishlab chiqarish uchun foydalanadigan polietilen hamda quyma polietilen kiradi. Ularning ulushlari ko'rinib turibdiki 40 hamda 31% ni tashkil etmoqda. Keyingi o'rinlarda turgan quvur ishlab chiqarish uchun foydalanadigan polietilen hamda puflanadigan polietilenlarning ulushlari 12 hamda 10% ni tashkil etgan. Qolgan polietilen guruhlarining ulushlari esa nisbatan kamroqdir. Bozordagi konjunkturaga to'xtalib o'tamiz, ya'ni barcha polietilen markalari bo'yicha shakllangan o'rtacha narxlarning dinamikasiga to'xtalib o'tamiz. Grafikka murojaat qiladigan bo'lsak, umuman bu yerda barqarorlik hukm surmoqda va narxlar ko'proq pasayishni namoyon etganligini ko'rishimiz mumkin.
Xususan yilning boshida polietilenning 1 tonnasi 16 million 290 ming so'mni tashkil etgan bo'lsa, keyinchalik nisbatan pasayib bordi va mart oyiga kelib ushbu ko'rsatkich 16 million so'mgacha pasayganligini ko'rishimiz mumkin. Va dasturimiz so'ngida polietilen mahsulotlarini hududlarda sotib olish darajalariga to'xtalib o'tamiz, ya'ni bozorga talab nuqtai nazaridan yondashamiz va albatta bu yerda nisbatan yetakchilik qilib kelgan hududlar mavjud. Bu birinchi navbatda Toshkent shahri va Toshkent viloyati hisoblanadi. Uning umumiy ulushi 65% ni tashkil etmoqda. Keyingi o'rinda turgan Farg'ona viloyatining ulushi o'tgan yilga nisbatan 18% dan 10% ga qisqargan. Namangan viloyatiga bozorning 6% tegishli bo'lmoqda va navbatdagi viloyatlarga to'xtaladigan bo'lsak, bu albatta Qashqadaryo viloyati, uning ulushi 6% hamda Samarqand viloyatining ulushi 5% ni tashkil etdi. Bu yetkazmoqchi bo'lgan so'nggi xabarimiz edi. Birja kotirovkalarini kuzatib boring. Xayr, salomat bo'ling.